Ahiret günüge iman etgan her birimizning duo va tilagi shuki, bu fani dunyoni Janobi Alloh rozi bo'ladigan shaklda oxirlashtirib, oxirat hayotiga, Allohning huzuriga, jannat va jamolullohga loyiq bir qo'l bo'lib chiqishdir. Har qanday bir kishining jannatga kiralishi uchun zarur bo'lgan tunji shart mukammal bir iymondir. Bu iymonning taqozosi bo'lgan amallarni o'rindash bo'lsa, insonning iymonini butunlashtirib, jannatga kirishni osonlashtirganidek, jannatdagi darajasini yuqori ko'tardi. İman etib qo'yib, imonning taqozosi bo'lgan amallarni o'rindamaganlar cho'ng gunoh qilgan bo'ldi. Shuningdek, gunohlar daraja va turlarga qarab, kishining bevosita jannatga kirishini to'sib qo'ydi. Lekin imonning asoslariga chin ko'nglidan iymon etgan kishi mangu davzaqda qolmaydi, oxirida yana jannatga kiradi. Allohning Rabb ekanligiga iymon etish bizdan uningdan rozi bo'lishni, shuningdek qazo va qadarga, yaxshilik va yomonlikning uningdan keldiganligiga, achchiq va tatliq har bir narsaning Allohning o'rinlashtirishidan bo'lganligiga ishonib, uning o'rinlashtirishiga rozi bo'lishni va uningga hech qanday e'tiroz bildirmaslikni talab qildi. İslamga din sifatida iymon etish va uningga rozi bo'lish bo'lsa, islomning qonun tuzumlariga, buyurgan va cheklagan barliq hukmlarga iymon etib, chin qalbidan huzur ichida qabul qilib, taslim bo'lishni talab qildi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning rivoyat qilishicha, bir qatim payg'ambar alayhisalomga vahiy tushayotganda, uning atrofida bir to'p har ovoz anglanadi. Keyin orni jimjitlik bosdi. Ondan payg'ambarimiz qibla tarafga qarab, qo'lini ko'tarib mundoq duo qildi: Bizdagi ne'matlaringni ko'paytib bergin, kamaytib etmagin, bizni aziz qilgin, xor qilmagin, bizga ato qilgin, mahrum qilmagin, bizni rahmatingga olgin, bizdan rozi bo'lgin, bizni sendan rozi bo'ldiganlar qatoridan qilgin. Ondan mundoq dedi: Menga 10 oyat tushdi. Kimiki ularga amal qilsa jannatga kiradi. Ondan Mu'minun surasining 1-oyatidan boshlab 10 oyatni o'qidi. Rivoyat qilinishicha, Mu'minun surasining 5-dagi 10 oyat arshining xazinalaridan bo'lib, kimiki bu suraning 5-dagi 3 oyatga amal qilsa va oxirgi 4 oyatdan ibrat olsa, shaksiz baxt saodatga erishadi. Mu'minun surasining 5-dagi 10 oyatida Rabbimiz mundoq deydi: Mu'minlar haqiqatan baxtga erishdi. Shundoq mu'minlarki, ular namozlarda Allohning ulug'ligidan sur besib ketganlikdan ayminib turuvchilardir. Ular behuda ishdan yiroq bo'lguchilardir. Ular zakat berguchilardir. Ular avratlarni haromdan saqlag'uchilardir. Faqat xotinlardan, cho'rilardan, boshqalardan saqlag'uchilardir. Buning sirtidan jinsiy talabni qondirishni talab qiluvchilar haddidan oshquchilardir. Ular, ya'ni mu'minlar, o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdiga rioya qiluvchilardir. Ular namozlarni vaqtida ta'dil arkon bilan ado qiluvchilardir. Ani shular, ya'ni yuqoridagi sifatlarga ega mu'minlar nozu ne'matlik jannatning varislaridir. Ular yuqori darajalik jannat Firdavsga varislik qiladi. Firdavsda mangu qoladi. Rabbimiz bizlarga jannat va jamolini nasib qilsin.